Assalomu alaykum hurmatli muhtaram jamoat, kuzatib turgan obunachilarimiz, bugun 27-sentyabr 2025-yil navbatdagi super dravikamiz xudo xolasa hop Namangan Chortoqqa tayyor bo'ldi. 7,5 kW zavodskiy mis motor qo'yilgan. Hozir bunda bug'doyni maydalab beramiz. Turli setkasida qani boshladik. Hop, hurmatli obunachilar, mana bug'doyimizni maydalab oldik. Turli setkasida motorimiz 7,5 kW, 3 ming boro zavodskiy yangi mis motor qo'yilgan. Xudo xolasa ishlashlari zo'r. Ozgina qoldi. Kimga shunaqa dravikalar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-avtobazdan ishlamiz. Nomerlarimizni o'shirishlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.